dunyoning bor boyliklariga ko'zni olar zebu zarga qalbim bilan botib qariga cho'ksam baxtliroq bo'larmidim. Dilim og'ritganlardan bir alam olib qirsam huzur, qasos o'tib balki yaxshidir, yonsam baxtliroq bo'larmidim. Eng baland cho'qqini zabt etib, xoyu havas qo'lidan tutib, hatto kimligimni unutib qo'ysam baxtliroq bo'larmidim. Eng noyob liboslarni kiyib, ko'z qilib faxrni tuyib, taom ustiga taom qo'yib yutsam baxtliroq bo'larmidim. Baxtliroq bo'larmidim. Faqat o'zim bo'lsam bo'ldi deb nafsimga har neni ko'rib ed. Davron suray davrim kepti deb yursam baxtliroq bo'larmidim. Xastalar chekib tursa faryod, yetimlar och nahor qilsa dod, befarq bo'lib taralla bedod yursam baxtliroq bo'larmidim. Yana nolib ne'mat ustida qochib haqiqatning dastida, kulib nochorlarning ustida yursam baxtliroq bo'larmidim. eng baland cho'qqini zabt etib, xoyu havas qo'lidan tutib, hatto kimligimni unutib qo'ysam baxtliroq bo'larmidim. Eng noyob liboslarni kiyib, ko'z qilib faxrni tuyib, taom ustiga taom qo'yib yutsam baxtliroq bo'larmidim. Baxtliroq bo'larmidim. Nechun keldim demay dunyoga, berilib kibr va riyoga, loyiq bo'lmay sulton samoga, o'lsam baxtliroq bo'larmidim. Savol javob qilinajak on, nima deyman desa agar zabon, nafsga berib tinimsiz imkon yursam baxtliroq bo'larmidim. Aytarimdan iymon dedi qoch, ey qadrdon och ko'zingni och, ochmasidan Azroil quloch, anglasam baxtli bo'larmidim. Eng baland cho'qqini zabt etib, xoyu havas qo'lidan tutib, hatto kimligimni unutib qo'ysam baxtliroq bo'larmidim. Eng noyob liboslarni kiyib, ko'z qilib faxrni tuyib, taom ustiga taom qo'yib yutsam baxtliroq bo'larmidim. Baxtliroq bo'larmidim.
Ofarin, tasanno, barakallah. Hozir bu qo'shiqni kim tushundi, kim tushunmadi? Chunki bu premyera edi. Men juda ham xohlagan bo'lardim bu mehnatlarni qadrlashingizni azizlar. Mana shu qo'shiqni yozish uchun 1 oy vaqtimiz ketdi. Avval so'zi yaraldi. So'zidan keyin musiqasi, undan so'ng aranjirovkasi, undan so'ng mana shu qo'shiqqa to'g'ri keladigan xonanda topish kerak edi. Ya'niki xasta, lekin xonanda. Tasavvur qiling, qanchalar qiyin. Xonandani topish oson, xastani topish oson, lekin ham xonanda, ham xasta bo'lgan odam topish qiyin. Bularni biz Qirg'izistondan topdik. Bularni Toshkentdan topdik. Va bular qancha qiyinchilik bilan bu qo'shiqni yozganlarini tasavvur qiling. Qarsak chalib qo'yinglar shu odamga. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Shunchalik uzoq yo'llarni bosib Qirg'izistondan farzandingiz olib keldingiz. Bu da'vatlaringiz ikki dunyoyingizga tatigulik, ulug' ajrlarga ega chiqsin ilohim. Bu kishi juda ajoyib inson. Endi bu ko'rinishlardan faqatgina oyoq, qo'l xastadir, lekin aslida ichlarida ham xastaliklar juda ko'p. Qo'shiq yozayotganlar nafas olishlar juda qiyin bo'ldi. O'pkalarida xastalik bor. Lekin shunday bo'lsa-da hayotga muhabbat bilan, isyon qilmasdan, noshukrlik qilmasdan, insonlarga malomat qilmasdan, hammaga ibrat ko'rsatib hayot kechirib kelayotgan bizning vatandoshlarimizdan, yurtdoshlarimizdan yana bitta qarsaklarimiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bizni qo'shiqlarimizni tinglaganlaringiz uchun, eshitganlaringiz uchun rahmat. Shu bolachalarga ozgina bo'lsa ham sizdan qo'shilganidan xursand bo'ldim aka. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Jannatlardan birga bo'laylik. Qiyomatlarda hamma savol payg'ambarimizga qo'shilib bo'laylik. Firdavs jannat, rayon jannatlarda ham Allohim birga qilib qo'ysin. Qiyomatlik do'st aka qadrdon o'qil akajon. Sog' bo'ling. Sirojiddin. Ana bu kishini qarang-da. Qizlarim, bolajonlarim, men nima uchun bu odamlarni ko'rsatyapman? Avvalambor biz mana shu yerdagi aksariyat insonlar qo'limizdan ish keladi, pulimiz bor, mashinamiz bor, uy-joyimiz bor, lekin hayotdan noligani, tan olinglar. Noliganimiz. Doim nimadir yetishmaydi bizga. Vaholanki mana bu insonlarni ko'rib turib, alhamdulillah deymizda, o'zimizga qaytamiz. Xatolarimiz anglab yetamiz. Va bularni bekorga ham sahnaga olib chiqqanim yo'q, bolajonlarim. Mana bularni ko'rib sizlar ham shukr qilinglar, yig'lamanglar. Qarang, oyoq qo'lingiz but-butun. Aqli xushingiz joyida. Bir-biridan go'zalsiz, qo'lingiz ishlayapti, oyog'ingiz ishlayapti. Alhamdulillah tinch zamonda yashayapsiz. Atrofingiz to'la shuncha sizlarni yaxshi ko'radigan mehribonlar. Shuning uchun yig'lamang, ona qizlarim, toycha o'g'illarim, sizlar baxtlisizlar. Endi nimadir kam ko'sti bo'ladi-da, bu bir kam dunyo. Hammani nimadir sinovi bor. Mana bu insonni sinovi oldida men nazarimda bizani sinovimiz hech narsa emas. Sirojiddin, siz shu holatingizda ham kompaniyada ishlaysiz, to'g'rimi? Ha. 23 yoshlargacha ko'chaga chiqa olmaganlar. Nimaga desangiz, hamma ko'rganlar masxara qilgan. To ko'chadan burilib ketmaguncha ko'zi bilan, nigohi bilan, gap so'zlari bilan, malomati bilan kuzatib qo'ygan odamlar. Shu sababli 23 yoshigacha ko'chaga chiqa olmagan shu odamlar. Tasavvur qilinglar, 23 yosh, 23 yil uyda o'tirishingizni tasavvur qiling. Shunchaki tasavvur, tafakkur qilsangiz bor, shukr paydo bo'ladi. Ana shuning uchun bularni olib chiqyapmiz. Bizni qilayotgan harakatlarimiz, bu amallarimiz faqatgina ehson tarqatish emas. Bu ibrat loyihasi. Toki bizlarni qalb ko'zlarimiz qotib ketganda, mana shunday eslatmalar bizga zarur. Aziz vatandoshlarim, bu yerdagi mehmonlarimiz orqali men sizga murojaat etaman. Mana bu roliklarni tarqatishlik, unga like bosishlik, kommentariy yozishlik, uni ko'rgandan keyin ehson qilishlik, uni qo'llab-quvvatlashlik sizni vazifangiz. Biz qo'limizdan kelganchalik mana bugun vazifamizni ado etdik. Sizni ham vazifangiz bor. Chunki ko'ryapmizda, Instagram deysizmi, YouTube'da deysizmi, har xil bemaza, behayo videolarni, prosmotrlari-yu, reytinglarni qarangda, bizni qilayotgan ishimizni reytingini qarang. Mehnatingizga achinib ketasiz. Bu ishlar yomonlikka qarshi bo'layapti, yovuzlikka qarshi bo'layapti.
Biz yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaryapmiz. Allohning eng buyuk amri ustida turibmiz. Shuning uchun siz ham bizning yonimizda bo'ling. Aziz vatandoshim, befarqlardan bo'lmang. Mana shunday insonlar uzoq yo'l bosib shu ishni qo'llab-quvvatlab shu yetimlar uchun xizmat qilayotgan siz qila olmaysizmi? Shu paytgacha agar ehson qilmagan bo'lsangiz, shu bugungi holatlar sizni yuzingizga tushirilgan tarsaka bo'lsin-da, o'zingizga keling. Yurtimizga ko'z tegmasin. Samarqand sizlarga ming rahmat. Biz o'ylagandan-da ziyoda barokatli, go'zal bo'ldi. Yonimizda kamarbasta bo'ldingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Inshaalloh keyingi 60 ta kabutarimiz endi Andijon viloyatida bo'ladi. Andijonliklar, belingizni mahkam qiling. Biz endi siz tomon boramiz. Bugungi oqshomning hurmatli jajji farzandlari